Akalar, bu mashinani eshiklari mana pult ochishni ko'rib turibsizlar. Ichki salonini bitta ko'rsalaring, o'ta qimmat mashina deb o'ylaysizlar, lekin bu O'zbekistondagi eng arzon biznes klass mashinalardan bittasi. Kutib oling, yangi mashina Jack RF8. Jack modelini juda ko'pchilik biladi, yuk mashinalari odam tashiydigani. Hozirgi kunda shunaqa biznes klass minivenlar chiqarishni boshlagan. Xudo xolasa bu mashinamizni hozir sizlar bilan to'liq obzorini bitta-bitta ko'rib chiqamiz. Ungacha like bosishni esdan chiqarmanglar. Akalar, bu mashinani aniq bilaman, ichkaridan obzorni boshlash kerak, chunki bu mashinani oladiganlar faqat mashinani orqasida ketadigan insonlar bo'ladi yoki ota-onasini olib yuradiganlar bo'ladi. Ota-onasi qanaqa komfortda ketishini hozirlarga ko'rsatib beramiz. Xo'p, aka, orqa qismlari kapitanskiy sidina bo'ladi. Undan tashqari orqada detskiy 3 ta nimasi ham bor. Ichlari ancha keng. Mana sidina bor-ku, bitta narsalar ko'rsataman. Bu yerda masaji bor. Undan tashqari bitta atamankalari bor, tepaga chiqadi. Yotib ketsangiz ham bo'ladi unda. Eshikda o'sha oldidan ochish, bemalol hamma funksiyalari bor. Uni endi ko'ramiz. Undan tashqari orqaga ketganingizda mana bunday kattagina lyuki bor. Ochiq osmon ostida ketaverasiz. Mana bu yerda esa mana klimat kontrollari. To'g'ri betga bitta displey, shu monitor katta kamlik qilgan, lekin klimat kontrol hamma narsalari o'z joyida. Bundan tashqari mana sidinada zaryadka portlari, telefon qo'ygichlar hamma yo'g'i mavjud. Bu yerda pastakaniklar, bu yerda 12 voltli. Yoki orqa komfort. Eshikda mana metan knopkadan boshqarsangiz ham bo'ladi. Undan tashqari shofirda oldida ham boshqaradigan joylari bor. U joyga ham bitta o'tamiz. Orqa qismini ham bitta ko'rsatib qo'yaman. Qanchalik kengligini. Xo'p. Orqaga o'tganda bemalol bo'lmaydi. Sidina oldinda. Orqaga o'tganda mana sidina jildi sal orqaga jildirib, bemalol orqaga yana yuradi bu. Eng oxiri. Mana oldi. Hali oldiga tegganimiz yo'q. Orqadagi odam ham qiynalmay ketadi. Orqada ham kolonkalari, USB portlari, pastlaganlik, deflektorlar. Orqada ketgan odam ham umuman qiynalmaydi. Kattaroq yoshli odamlar ham ketsa bo'ladi, mana bizga o'xshagan. Hop, mana orqani o'rnattirdim. Endi mana bu yerda ham bitta o'tirib ko'ramiz. Shopirni ham eng oxiriga qo'yib qo'yganmiz. Mana bu yerda ketgan odam ham umuman qiynalmay ketadi. Biznes klass o'sha turizm sohasida ishlaydiganlar yoki kattaroq ishxonalarga bemalol xarid qilsangiz bo'laveradi. Hozir mana shunaqa stollar, doska deydimi, stol deydimi, hamma ular bor. Orqada bemalol siz kompyuterda ishingizni qilib kelsangiz bo'ladi. Pul topib. Bunaqa komfortlari ham albatta juda ko'p. Xo'p, endi esa shofir qismini ham bitta ko'ramiz. Shofir ham qanaqa qulaylikda ketadi, siz bilan hozir bitta ko'rib chiqamiz. Xo'p, ichkaridan ham bekitsa bo'ladi. Avtomatik bekitadi. Hamma eshiklarda o'sha beskruchniy dasturlari bor. Ichki salonni ham bitta ko'ringlar, siz bilan maza qilib olasiz bor-ku. Ashibcha qismi. Hamma yo'q, koja bilan ishlangan. Pasvetkalari bor. Gruplash, elektronika, bokovoylar, sharkalari metan konditsioner sovuq ham chiqib turar ekan. Yoki pechka ishlatsangiz bo'ladi. Mana yerda labo nimaniki bor? Aynediki. Qish kunda parlanib ketadi-yu, shuni oldini olish uchun o'ta chiroyli yechim qilgan. Xo'p, bu yerga o'tirganimizda birinchi bizga tashlanadigan albatta rul. Rul juda chiroyli qilingan. Mana palas udержениялari ham bor, kruz kontrollari. Bu tarafda multimedia qismini boshqarish bemalol. Xo'p, monitorlari juda chiroyli ishlangan, kattagina tablo, kameralar doimiy tiniq ishlab turibdi. Siz bunda eng oxirgi zamonaviy narsalar bilan joylangan. Xo'p, bular ingliz tilida, albatta buni o'zbekcha, ruschasi ham bor. O'zbekcha qilsangiz ham bo'ladi. Mana bu yerda esa klimat kontrollari, беспроводный zaryadchik, skoroslarini ham neobычный qilgan. Elektron shuni avtohold. Bundan tashqari ikkita pastakaning mana bu yerda siz bilan ochadigan maza qilib olasiz. Bu yerda 360 kamera bittada olib beradi. Sirasi chiqadi. Bundan tashqari pastdagi drift mod bu o'sha rejimlarni o'zgartirish. Bu yerda bo'lsa orqa eshiklarni ochib berish, yopish. Ya'ni mijoz keladi yo o'sha orqadagi odam chiqmoqchi bo'lsa, bemalol siz o'zingiz ochib, yopsangiz bo'ladi. Undan tashqari orqa eshiklarni qulflab qo'ysangiz ham bo'ladi. Bu yerdan hech kim kelib ocha olmaydi. Bu yerda esa o'sha multimediani ovozini balandlab pastlatish. Hop, kattagina bari mavjud. Bemalol
ancha-muncha narsalar sig'ib ketadi. Undan tashqari ko'p minivellarda bo'lmaydigan narsa, shofir uchun ham lyuki bor o'zini. O'zimizdalik Gentra lyuk deb beradi-yu, xuddi shunaqa lyuki bor. Bu ham nimalari elektronika. Bemalol bu yerdan yopsangiz bo'ladi. Xo'p, yana nimalari? Tepa qismida o'sha ochki qo'ygichlar, lyuklarni boshqarish, orqani, oldini. Xo'p, ichki salonini bitta ko'rdik. Albatta, mashina yoqqan bo'lsa, bittadan like bosib ketinglar. Aytmabmiz, sizlar hammasi ko'rishingiz bo'ladi. Abduf Abagarev aytayapman, eng lyuks mashinalardan bittasi. Endi esa sizlar bilan bitta tashqi qismini ko'ramiz. Like bosib turinglar albatta. Albatta, mashinamiz oldi qismiga o'tadigan bo'lsak, hozirgi kundagi eng zamonaviy mashinalardan ilhomlangan. Ya'ni o'sha farlarni pastroqqa tushirgan, Pony monoqosh oldi ham olib o'tgan. Xo'p, oldida patroniklar, 360 kamera, yangi jack emblemasi yangilangan. Xo'p, oldi ko'rinish haqiqatda chiroyli qilib ishlangan. Xo'p, pastda o'sha distansionnilar bor, ya'ni oldingi mashinani o'ziga moslab olib, o'shasi ko'rsa ketadi. Undan tashqari palasa udержениялari bor tepada. Palasa o'qiydi. Albatta, avtopilot desa ham bo'ladi. Baribir shofir boshqarib ketish kerak. Xo'p, balonlarga keladigan bo'lsak, balonlarni ko'rib turibsizlar, normal balon qo'ygan, alishtirish shart emas. Razmerlari 225 55 R18 da. Bunga bir 19 taqib olsangiz, vobshe mashina bo'lib qoladi. Bokovoylarda slipoy zonalari bor, 360 kamera. Mashinamiz ancha keng, o'sha Kia Carnivallarga juda ko'pchilik solishtiryapti ham kelgan mijozlar. Kia Carnivaldan ichki qismi uzunroq bo'ladi, sidinlar orasi kengroq. Orqa qismiga o'tadigan bo'lsak, orqa qismini ham juda chiroyli qilib ishlagan. Mono qoshlarda stoplari ham chotki yonadi. Bundan tashqari o'sha kamera orqada ham mavjud. Patroniklar. Orqa ham hammasi elektronika. Mana sidinani eng oxirgi jildirganimizda ham hozir ostiga joy qoladi. Bu yerda o'sha damkrat kerak narsalar. Hop, mashinamizda xavfsizlik juda ko'p o'ylangan. Airbaglar soni ham juda ko'p, hamma stoykalarda bor. Undan tashqari sidina, torpeda, rul hamma joyda bor. Va bunaqa ko'p mashinalar ko'rib qolasizlar, qisishlar nimasi. Bu eng ishonarli mashinalardan bittasi bo'lgani uchun o'ta tez qaytadi. Hamma aynalari ham qaytadi. Yosh qulblaganingizda yosh bolalar ham qisib qolmaydi. Xo'p, mashinamiz motorini aytmabmiz. Motori 2 turbina, benzin rasxodi ham juda oz. 8 ta 9 ta yozgan, o'sha 10 ta 11 ta atrofida yeydi. Endi yurishiga qarab ham necha rasxod qiladi. Xo'p, mashinamiz hozirgi kunda Naritida. Bu Nardagrey. Yaqinroqqa kelsangiz, hali baqlajon rang deydi. Uzoqlashsangiz qoralashadi. Xo'p, mashinamiz Naritida, eng qizig'i narxi hozirgi kunda so'mda 423 million. 35-36 ming atrofida bo'ladi. Kia Carnivallarda ham bilamiz, 2022-2023larni 30 mingdan balandroq sotishadi. Buni puliga yangi mashina, Jack brend ham hozir pashi O'zbekistondan chiqadigan milliy brendlardan bittasi bo'lib qoldi. Zavodlari qurilib, ishga tushdi, xudo xolasa. Xo'p, bu mashinamizni qanday xarid qilamiz desalaring, naqdga yoki personaga yoki avtokredit asosida bemalol xarid qilsalaring ham bo'ladi. Albatta, uning uchun pastdagi nomerlarga aloqaga chiqing yoki o'sha Jack Motors'da avtosalonlarga tashrif buyursangiz, xudo xolasa mashinalarni chiroyli qilib yetkazib beramiz.